Assalomu alaykum ahli O'zbekiston, ahli YouTube. Hurmatli obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin deya bugungi yana Namangan shahri Norin tumanida joylashgan mashina bozoriga kelganmiz. Keyingi videorolikimiz Cobalt'dan bo'ladi. Xudo xolasa mana keyingi mashinamiz. Assalomu alaykum aka. Salomatmisiz, charchamayapsizmi? Shu Cobalt tanishtirsangiz, biz obunachilarga qiziqdi hozir Cobaltdan. 2013-yil 237 ming yurgan. 20% kraskasi bor. 2013-yil 20% kraskasi bor. Birinchi paytda konditsioner qo'yilgan, konditsioner ishlaydi. Salon qismini ham ko'rsatamiz. Salon qismi radmi? Hamma joy turadimi? Kraskalari qanaqa dedingiz? Kraska 20% bor. Mana shu orqa tarafda 20% bor. Shu. Krilodami? Ha, kriloda ozgina bor. Mana ustida o'shaqa. Ha. Oldida yo'q kraska. Oldi qismlarda yo'q. Dokumentlari qanaqa aka? Dokumentda nomingizni? yo'q. Generalniy meni qilib beramiz. Ha, Luboy yuraymiz. Luboy dokument qilib beramiz. Farqi yo'q. Temir gaz 32-yilgacha. Hurmatli obunachilar, gazini bo'lsanglar mana Cobalt sostaniyasi yaxshi. Aka, 1000-2000 puli bor bilan ham kelishaveramizmi? Yo'q, faqat naqdmi? Bank? Yo'q, bank aralashtirmaysiz. Yaxshi, faqat naqdga ekan, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Akamiz o'zlari minganlar, foydalanishmasa? Yo'q, foydalanish. Ha, ozmoz foydalanar ekanlar. Xo'p, raqamingizni ayting. 94 302 59 59. 94 raqami bilan 302 259 ga murojaat qilinglar. Akamiz o'zlari oladi. Bemalol kelishib, Cobaltni uyingizga minib ketsangiz bo'laveradi. Aka, salomat bo'ling inshaalloh, xudo xolasa. Yaxshi. Hamma dokument bo'ladi. Bo'ladi. Bo'pti aka. Rahmat. Salomat bo'ling aka. Xo'p, keyingi Cobaltimiz mana. Assalomu alaykum. Aka, salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Obzor qilib o'raylik mashinangizni. Keyingi Cobaltimiz bu akamizga tegishli ekan. Aka, bir tanishtirib bering. 2021-yil 40 ming yurgan kraskasi toza. 2021-yil 40 ming yurgan kraska toza, mexanika. Gazlari bor. Gaz. Salon qismlari ham mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi pozitsiya? Ikkinchi pozitsiya. Ikkinchi pozitsiya, konditsioner. Hamma yo'q bor, hamma joylari bor, ABS'lari bor. Salon qismlari ham yaxshi. Kraska toza inshaalloh. Kraska toza, tekshirtirib olaveradi. Ha, bemalol tekshirtirib olasiz. Dokumentlari? Notariusda pul berishaveradi. Notariusda pulni sanaysizlar, hurmatli obunachilar. Narxini qancha deyapsiz? Narxini 11 ming tushib beramiz. Xo'p, aka. Xo'p, qarang. 3000, 4000 puli borga kelishadigan joyi bormi? Yo'q, variant salonimiz. Faqat naqd. Ha. Naqdga. Hurmatli obunachilar, faqat naqdga ekan. Bu akamiz xudo xolasa notariusda pulini bemalol sanaysizlar. Dokument o'zimda. Dokument o'zlari nomlarida, o'zlari hamma narsasiga o'zlari turib beradi xudo xolasa. Bunisi avtomat ekan. Hop, bunisi avtomat. Yili 23. 23-yil. 2023-yil. Bunga gaz tushmagan ekan, hali 40 Yili 2023-yil, gaz hali o'rnamagan. Benzinda hozir, probeglari ham hech qancha emas. 44 ming yurgan. Mashina yangi. Kraska yo'q, petno yo'q. Salon qismlari ham yangi. 7 dipolik monitor qo'yib qo'yilgan. Qanaqa? 7 dipolik qo'yib qo'yilgan, monitor qo'yib qo'yilgan, 4 yumshoq bo'lib taqib qo'yilgan. Kimga qiziq bo'lsa, kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Orqani ochavering aka. Kalt, qayda ekan? Gaz o'rnamagan. Xo'p aka, telefon raqamlaringizni ayting. Bunisi 11700 dan tushib beramiz. Ha, 11700. 93lik. Kelishadigan joyi yo'q. Masalan, 3-4 ming pul bilan kelsa, faqat naqd. Naqdga beramiz. 93lik. 788 86 83. 788 86 83. 93lik. Bemalol aloqaga chiqasiz akaga. Bemalol gazini bosib, minib ketishingiz mumkin. Rahmat aka. Yana bormi? Bo'ldi, ikkita xolos bizda. Hozirchalik ikkita ekan bu akamizda. Aka, xudo xolos kelib olib ketishadi. Rahmat. Xo'p, keyingi mashinamiz Gentra. Assalomu alaykum aka. Sizmisiz, sizdanmi aka? Aloqaga chiqib, tanishtirib bering aka. Mana mashina bu akamizniki. Bemalol xarid qilsani bo'ladi. Aka, yili necha? 2019 110 ming yurgan. 2019 110 ming yurgan.
Kraskalari? Mana shu kapot uchida pitnosi bor. Ha, kapot и bosh uchida. eshigida. Ha, mana shu yerda ozgina pitnosi bor ekan. Eshigida bor. Salon qismlarini ham ko'ring. Aka nechi pul deyapsiz buni? Buni 8700 dan o'tib beramiz, o'zim nomda. o'zingiz nomingizda. Xo'p aka, 3-4 ming puli bor bilan kelishsa bo'ladimi? Rosa qilamiz. Ha, murosa qilasizlar, 3-4 oy, 5 oy, 6 oyga. Qilamiz. Endi kelishib gaplashib olasizlar o'zingizlar. Hurmatli obunachilar, agar 3 ming, 4 ming pulingiz bo'lsa, bemalol kelib akaga uchrasana bo'ladi. Kelishadigan joyi bor. Chiroyli variant qilib beradilar. Bemalol soqqani bossani bo'ladi. Dokumentlar qanaqa? Dokumentlar men nomda любой hujjat bo'ladi. Любой hujjat bo'ladi. O'sha Pul yo'q notariusda kelsa sanaysizlar, xudo xolasa. Sog' bo'ling aka. Raqamingizni aytib qo'ying. 97 252 37 34. 252 37 34 97 lik bilan. Rahmat aka. Ilohim barakasini bersin, xudo xolasa sotiladi. Sog' bo'ling. Rahmat. Hop, keyingisi Cobalt, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Aka. Salomatmisiz, charchamayapsizmi? Alloh barakasini bersin. Bir tanishtirib o'ting mashina bilan aka. Mashina 2015 yili. 2015 Avtomat korobka. avtomat korobka. 211 ming yurgan. Aha. Gaz qo'yilmagan, benzin. Benzin o'zi yuribdi hozir ham. Aha. Mana shu yerda bir qarich petnosi bor. Keling mana. Mana shu. O'zim septirdim. Ha, qolgan tomoni hammasi toza, xudo xolasa inshaalloh. Salom qismlarini ham oling. Salonlari ham o'zini. Hujjatlari qanaqa aka? Hujjatlari biz o'zi mingani olib generalni qo'ygandik yanvarda. Hozir generalni bor. Generalni bor. Qo'l qo'yamiz o'zimiz o'tib ketaveradi. Ha. Xormundga, Toshkentga borish kerak, xudo xolasa. Shayda. Shay o'zib, Mana shu yerda shuni hurmatli obunachilar, любой dokument bo'ladi. Notariusda pul sanaysizlar, aka 2000, 3000 puli borlar. Aloqa chiqsa bo'ladimi? Qolganini kelishtirib. 5000 bo'lsa, Ha, 2000, 3000 ga iloji yo'q. Ha, 4000 yo 5000 pulingiz bo'lsa, akamda 4000 pulingiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Aka nomeringiz-chi? 94. 94 lik 154 40 30. 40 30 bemalol aloqaga chiqinglar aka bilan. Agar 4000 pulingiz bo'lsa, xijolat qilmay telefon qilinglar. Inshaalloh kelishtirib beradilar. Mazza qilib meni yurasizlar, xudo xolasa. Narxi 7800 so'rayapti. 7800 ekan naqdga. Shu beradi. Shu beradi, xudo xolasa. Yaxshi aka. Alloh barakasini bersin. Xudo xolasa sotiladi. Inshaalloh. Hurmatli obunachilar, mana hozir Cobaltimiz sotilibdi. Egalaridan so'raymiz, qanchaga sotildi, qanchaga baraka bo'ldi. Assalomu alaykum. Aka. Alloh barakasini bersin. Ilohim yaxshilikka buyursin. Aka, nechi pulga sotildi bu? 79 ga. Ha, 79 ga baraka bo'ldi. Yili nechi? Yili 15. Ikkinchi paytsa 127 ming yurgan. 127. O'sha Alloh bitta barakasini bersin. kraskasi bor. Ha, bitta kriloda kraskasi bor. Hurmatli obunachilar, mana bu ham sotilibdi. Alloh barakasini bersin. Olgan odam maza qilsin. Aka, yana mashinangiz bormi? Borda, mana bunich. Mana bu yoqqa qarab. Hop, bu mashina ham mana akaga tegishli ekan. Bu ham sotiladigan. Aka, bu yili nechi? 13. Aha. 2013. Uchinchi paytsa 4 ta balonlar narsa toza. Kraska toza. Kraskasi toza. Mana salon qismlarini ham ko'rsating. Va ABS konditsioner. Aka, nechi pullisiz buni? Buni 8 ming Naqdga. naqdga. Tushib berasiz, xudo xolasa. Hozir Agar markasiga o'tib 3-4 ming beramiz. bilan keladigan bo'lsa, Kelishib variant beramiz, qilib variant ham kelishasiz. beramiz. Ha. Hurmatli obunachilar, bemalol 2000, 3000, 4000 pulingiz bo'lsa, aloqaga chiqing okaga. Chiroyli qilib narx qilib bera oladi sizlarga. Maza qilib meni yuraverasizlar. Kraskalari toza ekan, buyurib nasib qilsa kim olsa ham. Hujjat hammasi xudo xolasa chiqadi. Joyli hammasi. Aloqa nomeringiz necha aka? 94lik 716 0777. 0777 bemalol aloqaga chiqing akalar. Rahmat aka. Katta. Keyingi mashinamiz Gentra mashinasi. Mana egalari o'zlari bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum. Aka, salomatmisiz? Charchamizmi? Alloh barakasini bersin. Tanishtirib bering bu mashinangizni. 2014-yil ikkinchi paytsa ABS konditsioner bor, abagrev sideniya bor. Bakovlachidan qayriladi. Xullas tayyor shumkalar bo'lgan. Amerikanka faralari, 3-paytsa diskalari bor, archa balonlari bor. Narxini nechi pulisiz? Narxini 7200 dan o'tib beramiz. Sizlar kanalingizdan chiqsa yaxshiroq chegirma qilib beramiz. Aka, mobodo 2000-3000 puli bor bo'lsa, variantdan qanaqadir 2000 joylari bor. Puli borga 15 kun 20 kun 1 oy. Ha, uzoq ketsa bir oy. Uzoq ketsa uzoq rosa muddati qilaveramiz. yo'q, Yo'q, hatto uzoq 1 muddatga yilga yo'q. Bunaqa holatlarga bera olmaymiz. Bank baholasa. Yo'q, bankka aralashtirmaymiz. Hurmatli obunachilar, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Bu akamizni
Mashinalari ham uni ko'rib turibsizlar, holati yaxshi. Salondan 2000-3000 puli bo'lsa faqat uzoq ketsa 1 oygacha kelishadigan joylari bor. Salon qismini ham oling. Salonlari ham toza 2020 Gentra bilan bir xil holatda-da. Toza ikkinchi paysda. Pajigar hamma narsalari bor. Gazlari bor. Metal. Nomeringiz necha? 94lik 94lik 502 6004. 502 6004 aloqaga chiqsani boka o'zlari gaplashadilar. Dokument Lyuboyga kelishadi, Xudo xolasa. Notariusda pul sanaysizlar. Lyuboy dokument, generalniy desa generalniy. Alloh barakasini bersin, Xudo xolasa. Sizga aloqaga chiqishadi, bemalol rahmat. kelishib olasizlar. Mana akamizni haqiqiy sharbatlari mana shu Norin bozorida nomi chiqqan sharbat. Bozorga kelsanglar mana shu Navesni, mana shu Cobalt, Nexia 2 larni shuna tagida turadilar. İçib maza qilasizlar, rohatlanasizlar. Bismillahirrahmanirrahim. Boshqa gaplar. Aka bitta ta'riflab bering. O'rinli sharbati, yurakni quvvati. Sharbat to'g'risida bir qisqacha intervyu. Hal sharbati endi o'rida qaynatamiz. Shakarnovatini solamiz, baklashkada muzini solamiz. Tabiiy mana ochib, shuni ochib ko'rsatib ko'raman mana har qanday odamga. Ichida baklashkada turadi mana. Vay. Ha. İchib ko'rasizmi, operator? Faqat qaynatamiz, sovutamiz buni. Bemalol kelib, Hayır. Mashina boshida yuramiz mashina. Xarid qilgandan keyin ham kelib ichib ketaverasizlar inshaalloh. Alloh barakasini bersin aka. Opam, hep bo'pti, mayli. Alloh rozi bo'lsin hammamizdan. Ichgan sharbatlaring ichlariga nur bo'lib kirsin. Alloh rozi bo'lsin. Ibodatga quvvat bo'lsin asosiysi. Amin. Hay nur bo'lgani quvvat bo'ladi endi Xudo xolasa. Ibodatga hol. Yana bitta jentramiz bor, yuringlar. Assalomu alaykum. Aka. So'msiz, charchabasan. Kim bilan gaplashamiz? Farqi yo'q. Siz bilanmi? Alloh barakasini bersin, ilohim. Yaxshilikka sotilsin, aka. Keyingi mashinamiz ham Gentra, yili tanishtirib bering. 2020 yili. 2020-yil. Top-toza, Xudo xolasa. Kraskalari toza. 170 ming yurgan. 170 ming yurgan. Eng super modeldagisi. Xudo xolasa, olgan odam baraka topadi. Olgan odam baraka topadi, Xudo xolasa. Dokument, Lyuboy dokument bo'ladi, Xudo xolasa. Lyuboy dokument bo'ladi. Generalniy deyilami, apormi deyilami. Narxlari nechi pul aka? Narxlarni 9200 $sanaganga berib yuboramiz. Agar mobodo 2003 bilan keladigan bo'lsa, qo'yib beradigan joylari bormi? Variant holati bor. 6 oydan 1 yilgacha so'rashadigan bor-da. Holatlari bor. Hurmatli obunachilar, agar ozgina pulingni yetmasa, yo bo'lsam 2003 bilan kelsani kelishib, inshaalloh 6 oydan 1 yilgacha sotib olishingni bo'ladi. Mana ichki, mana orqa qismlarni oling. Temir gaz balon. Holati zo'r inshaalloh. Mazza qilib ota-onaning duosini olib minib yuradigan mashina ekan. Hurmatli obunachilar, bemalol aloqaga chiqasizlar. Aka, nomerni aytib bering menga. 99lik. 515 55 40. 99 raqami bilan, 99 kodi bilan 515 55 40 bemalol aloqaga chiqasizlar. Aka, bemalol. Belgisini ham olaylik mana. Yana bitta Cobalt ham bor ekan, ko'ring. 2022-yil Radnoy kraska 81 ming yurgan. 2022-yil Radnoy kraska yurgan 81 ming yurgan. 81 ming yurgan. Kraska toza. Top-toza kraska. Dokument Lyuboy bo'ladi. Lyuboy dokument bo'ladi, Xudo xolasa. Bu ham Xudo xolasa mobodo 2003 mingga. 2003 ming emas, yarim narxlarni berishsa, 4 ming kam, ha? Kelishiladigan holat. Mobodo 4 ming pulingiz bo'lsa, bemalol maslahat qilaver. Ha. Bemalol maslahatlashib, aka bilan gaplashsani, aka Xudo xolasa chiroyli variant qilib beradilar, muammo bo'lmaydi. Bu akam uzoq yildan beri shu ish bilan shug'ullanadilar. Ko'p mashina chiqarganlar bo'lgan. Telefon nomeri yozib oling, 91lik. Xo'p. Telefon raqamingizni ayting. 91lik 345 245 77 70 bemalol aloqa qilib, aka bilan gaplashib, barakani bosib, Xudo xolasa, Xudo o'zi bundan ham baraka topadi. Juda ishonchli mashina. Xudo xolasa inshaalloh. Qayta kraskasi yo'q. Bo'ldi aka, sog' bo'ling, inshaalloh yaxshilikni ko'rishadi aka. Vaqt kuningiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, keyingi mashinamiz BYD. Shu gazdan zerikib, elektromobilda maza qilib yuraman deganlar uchun. Assalomu alaykum. Aka, salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Mashinani bir tanishtirib bering endi bizga. Obunachilarga qiziqda BYD. BYDga 2004 yili
2024. Ha, 2024. Model? Modeli BYD Y2 nomi. BYD Y2. To'liq elektromobillar bu va gibrid. To'liq elektrda 405 talik zapas qoldi, 405 kilometrlik. 405 kilometrlik, Yurgani 61,5 ming. 61,5 ming yuribdi, hurmatli obunachilar. Ikkinchi pozitsiya, bu birinchi pozitsiyasi. Ikkinchi pozitsiya, luxury so'zi. Luxury. Comfort luxury bo'ladi, Ha, luxury. comfort luxury degan pozitsiyasi. 14,5 deyapsiz aka. Please confirm your pitch inside. 24. 2024-yil. Qiziqqanlar bo'lsa aloqachi qilamiz. Nechi pul siz aka buni? 14,5 ming aka, kami bor. 14,5 ming? Tamam bo'ldi. Dokument любой bo'laveradi. Bo'laveradi. Hurmatli obunachilar, faqat imkon qadar naqdga sotar ekanlar. Narxi tushirib beradilar, aytganlarga bari sotmaylar. Agar 3-4 ming pulingiz bo'lsa, bank orqali ham aloqa qilaveradi bemalol. Generalniymi, любой dokument ham bemalol. Nomeringiz nechi? 93lik 059 059 059 0526. 0526 ta aloqa qilsangiz shu akani o'zlari nomlarda xudo xolasa bemalol aformint qilib, maza qilib, tokka tiqib bemalol yuraverasiz. Kutamiz xudo xolasa. Yaxshi aka. Yaxshi bo'lsin, xudo xolasa sotilsin. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana bugungi dasturimiz sizlarga yoqadi degan umiddaman, yoqdi degan umiddaman. Bugun mana mashina bozorimizni ham tugatdik. Inshaalloh keyingi dasturimizda imkon qadar Damas'ni olib chiqishga harakat qilaman. Damas'da ham narxi tushgan deyishdi. Inshaalloh bizdan uzoqlashmang, obuna bo'lishni unutmang. Bitta like bosib, poddeska qilsang, kommentariyada qanaqa mashinaga qiziqasiz, qaysini sizlarga obzor qilishimni xohlaysizlar, shuni yozib qo'ysangiz, men imkon qadar sizlarni kommentingni inobatga olgan holda olib chiqaman. Sog' bo'lasizlar.